Bir kun shunday bo'laydi, pizdes topikdaman 9 million so'm pul birov tirab turibdi bo'laydi. 9 million so'm shunday pulni oldim. Akka degan og'aynim bor edi, Jentrada shunday keldi. Yurtida bitta ovqatlanamiz dedi, qarz berish kerak edi. Shunday mashinani orqasiga mindim, oldida Sardoram bor edi. Shuni telefonni oldimda joyda to'ldirdim. 1 million. Shappa o'ynayapman biladi, shappa oqdim 1 million. Yana bir kirgizdim biladi. Birovga 9 berish kerak edi. O'sha 9 ni bersam hech kim mazgim sikmardi. Muncha chuqur problema kirib ketmardim. Unga pul berishim kerak, qo'limda turibdi-da biladi. Lekin onasiga o'shandan ozgina aborot qilib olaman dedim-da. Cho'yxonagacha yetib bordik, o'sha 7 million pul qolgan. To'xtanglar, buni bunday aytib bermaydi. Keyin cho'yxonagacha bordik, 7 million pul qoldi. Ular menga ovqatlanasanmi, yur dedi. Yo'q, sizlar kiraveraylar, orqalaringga yetib olaman deb aytdim. Keyin ular kirib ketdi. Mastava bilan X shashlik yeb chiqqancha men 7 millionni yetkazdim-da, mashina ichida uxladim. Boyagi qarz bor odam so'kmagan gapi qolmadi, lekin qotog'im bo'lgani yo'q. Keyin bilsam, bermasa ham bo'lar ekan qarzdan. Nima demoqchiman? Qilmish qidirmish deganlaridek bu narsani oxiri yo'q.